Rullarning chetlarini aytmaysizmi? Alicantaro, mana buni qarang, bitta mana Sport Plusga qo'yib, rulni o'zidan upravlatib qo'yasiz. Bosib ketaverasiz u. AMG rul, AMG sideniya. Okam, siz uchun oddiysini emas. Aytamanku, haqiqiy AMG'sini topib qo'ydim. E'tiboringiz qarshisida Mercedes-Benz GL53 AMG bo'ladi. Buni videoga bitta baho berib qo'ying, shunaqa brutalniy sportivniy qilib ishlab qo'yishgan gap yo'q. Avtomobilimizda 2021-yil ishlab chiqarilgan. Narxini videoni boshida aytib o'tib ketaman. Sirochin bitta like bosib qo'yasiz. Egar bilan gaplashib, siz uchun 95 ming dollarga qo'ndirib qo'ydim. Tushunish uchun hozirgi kunda ushbu avtomobilning yangisini olib xarid qilaman desangiz, 165 mingdan 175 minglarga tushib ketasiz. Lekin men siz uchun tayyor shunaqa facelift qo'yinganni 95 mingga topib qo'ydim akam. 3 litr biturbo, 435 ta otishman jihozlangan. Probegni necha ming dedilar? 63 ming yurgandilar akam. Shunaqa AMG diski, Michelin Pilot Sport Tour S shinalar bilan jihozlangan. Eslatib o'taman, avtomobil ham bagati komplektatsiyada dash bozon besichoy do'stib, davotchiklarigacha bor. Men chiqsam ularni aytmaysizmi? Bu Master akustik sistema, Abduf Abagredismi. Eng qizig'i mana shu chiroyli ambient light, ya'ni podsvetkalari bo'ladi. Juda bir chiroyli ishlab qo'yishgan gap bo'lishi mumkin emas. Avtomobilimizda 160 gradus kamera, katta panoramная крыша. Mana remellarni aytmaysizmi endi qip-qizil qilib qo'yishganini. Juda bir sportivniy. Aytamanku, bu oddiy emas, akam. Mana orqa salonlarni ham bitta ko'ring. 4-zonli klimat kontrol, katta panoramная крыша. Podsvetkalari просто alohida tema. Mana zadniy vidlarni aytmaysizmi? AMG GL53 yozuvlar. 4-ствольный выхлопная sistema. Narxni eslatib o'tamiz, 95 ming dollar nomimiz. Bosib oling, mazza qilib shahar ichida bosib yurasiz.